870 dollardan umra safariga chegirma. Mana shu videomizni oxirigacha ko'ring, to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Eng asosiysi rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays firmasi orqali ko'pchilik sharoitlari qiziqtiradi. Madina Munavvarada 100-200 metr masofadagi gastnitsa, Makka Mukarramada 700 metr masofadagi yaqin, Xudo xolasa yangi shinam gastnitsa. Xudo xolasa 5 mahal namozga ota-onalarning bemalol qatnashsa bo'ladi. Piyoda. Eng asosiysi Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari, Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati va Ravza-i Sharif o'z ichiga oladi. Xudo xolasa 50 boshlar har bir reysda birga borib, birga kelishadi va aeroportda kamzil, bejik, sumka, viza beriladi. Qaysi ekanda 5 litrli Zamzam suvlari maxsus yostiqchalarimizni ham bonus sifatida taqdim etamiz. Xudo xolasa bizga O'zbekistonda 12 ta viloyat, Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Buxoro, Navoiy, Qoraqalpog'iston bemalol aloqaga chiqib, Telegram orqali pasportlaringni tashab, onlayn joylaringni bron qilsalaring bo'ladi. Vodiy ahli Farg'ona Marg'ilonda ofisimiz bor. Bemalol tashrif buyurib, ofisimizga kelib, to'liq ma'lumot olib, kassalarimizga to'lovlarni amalga oshirsalaring ham bo'ladi. Xudo xolasa ajoyib sharoitlar albatta siz aziz yurtdoshlarimizga tayyorlangan. Sizlarda qanaqangi o'ylantirgan savollaring bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib berishliklaring mumkin. 2 yoshga to'lmagan farzandlaring uchun faqatgina viza to'lab olinadi. 2 yoshdan yuqorisi bir xil narxda ketishadi. Xudo xolasa ota-onam oyoqlari og'riydi, aravachalarimiz qanaqa bo'ladi deganlarga aravachalarni betdan olsalaring aviakompaniyadan hech qanaqangi yo'l haqqi olinmaydi. Yokida Madina Munavvarada ham, Makka Mukarramada ham vaqf xayriyasi orqali omonatga aravachalarni olsalaring bo'ladi. Xudo xolasa aziz yurtdoshlar, endi 870 dollar narximizga qaytamiz. 30-Toshkent-Jidda yo'nalishidagi reysimizga sanoqli joylarimiz qolgan. 870 dollardan vizalaring bo'lsa, vizalaring yo'q bo'lsa 970 dollardan bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari 5-kuni Toshkentdan reysimiz bor. Buni ham 970 dollardan qilib beramiz. Hamda 7-kuni Toshkent-Jidda yo'nalishidagi reysimiz bor. Buni ham narxini 1040 dollardan qilib beramiz. 8, 15, 22, 29 iyul Farg'ona-Jidda yo'nalishidagi reyslarimiz bor. Buni narxini 1050 dollardan qilib beramiz. Xudo xolasa sizlarga narxlarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqinglar, to'liq ma'lumotlarni sizlarga yetkazib beramiz. Videomizga bitta like bosib, kommentariyaga astirlar yozib qoldiringlar. Umra safariga bormoqchi bo'layotganlar videomizni yuborib qo'yinglar. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.